Kenada siz ishimiz bitmasdi lekin. Qani hozir bizni bilamiz, qani adani yuragi sezyaptimi, onani yuragi sezyaptimi? Siz nima deb o'ylayapsiz? Qizni siz nimani kutyapsiz? O'g'ilga o'xshatasiz. Toksikoz ham o'g'ilga o'xshatyapti. Bashi chiroyli bo'lib ketyapsiz. O'zim yonlarda o'tiruvdim, apirinos kuni. Sizchi Shavkat nimani o'ylaysiz? Voy, meni fikrim, men har doim o'sha ishonib qolganman, pastda yana o'g'illar chiqyapti. Qizchi. Qiz bo'lsa men sakrayma bilasizlar. Chunki men qizlarni yaxshi ko'raman, o'g'illarim eshitmaydi. Qizlarni yaxshi ko'raman. Xolos o'g'il. Sizchi o'g'ilga o'xshab turibdi-da. Siz nima deb o'ylayapsiz? Vayneska. Voy, bitta девочка, biza qizlar yaxshi ko'radi. Siz nima deb o'ylayapsiz? Девочка xonim, sizchi? Voy, bizda ishlayapmi? Sizchi? Va bizni o'z o'g'ilchilarimiz. Yaqinda Shahnoza Fayzdek o'g'il deb yozishadi. Biz gender partiyaga keldik, ada bilan oyijon bo'lgan orasiga kelib ushiysizlar birga. Yuvanishga birbirimiz ham ushiysiz. Bismillohu Rahmonir Rahim. Shahnoza klinikasi xodimlariga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Avvalambor Shahnoza opamlar, Asal opamlar, Shahodat opamlar, hammalariga Mixail Dmitrievnaga eng katta rahmatimni aytaman. Bizlarni ota-ona bo'lishimizga sababchi bo'ldilar. Mendan rahmat ta'zim chekaman. Sizlarga qancha qilsak ham kam. Boriga shukur. Xodimlar hammasi yaxshi, xushmuomala, super, muomalasiga gap yo'q. Ming rahmat, kattakon sizlarga. 9 yil kutdik farzandimizni. Xudo xohlasa. Tabriklaymiz. Hayajon bosib ketyapti deydi. Hayajondaman. Hammasi siz o'ylaganingizdek tez o'tdimi? Hammasi yaxshi bo'ldimi? Natijalimi? Natijali. Rahmat. Qachon ko'rib keldik sizlarni? Instagramda keldik. Tabriklaymiz. Quvonch bag'ishliysizlar. Mingdan ming rahmat, kattakon rahmat.